Assalomu alaykum hurmatli yo'l kuzatuvchilarimiz, tinchmisizlar akalar. Biz bugun Andijondamiz. Xudo xolasa aeroport yaqin joyda. Hop. Bugungi ishimizni ozgina video obzor qilib sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldik. Trendga ketayotgan fasonimizni yakunladik xudo xolasa. Ish jarayonining so'nggi qismidamiz. Xonadon juda ham chiroyli tarzda remont qilingan. Neoklassika va high-tech hamohangligida. Shebeka barellari bilan xudo xolasa yana ham o'ziga yarasha go'zal bo'ldi deb ayta olamiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar tashkil qilganmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ekranda bo'ladi. Yana bir ma'lumot aytib o'tmoqchimiz. Ushbu ko'rib turgan xonadonlar sotuvda. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilib, agar xohishinglar bo'lsa gaplashib ko'rishinglar mumkin. Juda ham go'zal remont qilingan, xudo xolasa hamma narsasi joyida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan xonadoninglarda ko'rishguncha deb qolamiz. Kichik bir video obzorimiz oxirida podval qismiga Abror ochgan. Qismi kirish qismiga ozgina eshik qilib berdik, xudo xolasa. Bu ham o'ziga yarasha bir chiroyli tarzda bitdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.